Bugun biz grevama qilamiz. Az boshim kelib. Boshimizni ham yuvib oldik. Endi esa svirtkachalar surtamizdagi massajchalar qilamiz. Undan so'ng kremchalar surtamiz. Увлажнение qilamizdagin yana massaj qilamiz. Keyin qoshimizni to'raymizdan ustidan gel bilan chipaq qilib to'raymiz. Undan so'ng konsilimizni olamiz. Men bu qimmatda shu uchun ham kamgina ishlataman. Mana qoshimni yaxshi ipodrom mustaq qilib chizib oldim. Ko'ryapsizlarmi? Tuba. Endi esa yaxshi расчёска qilamizdagin olamiz tonalkani. Chipaq qilib, yana chipaq qilib yuzimizga surtamiz. Mana bunaqa shpaklovkani ko'ryapsizlar. Voy tuba, o'zi ham полностью men qurilish qilyapman basharamda. Mana u kimni baqbaqasi bo'lsa jopamiz mana kontring bilan. Endi esa rumyashkachalar olamiz. Yuzimiz qip-qizillik yetmasin, tovoqdaylik yetmasin, yana rumyani ham surtamiz. Ustidan konsiler qilamiz. Tonalka kamlik qildi-da, yana bitta shpaklovka qilishimiz kerak. Undan keyin esa yaxshilab shu konsiler surtib olamiz. Mana shu poza